Hürmetlik vatandaş. Endi ahirki leksiyadagi ahirki ishki jumla muhokama deyli. Yuqorqi leksiyadagi munosabatlik muhokama emas. Bu muhokama bugun Amerika Qo'shma Shtatlarida ketayotgan jiddiy saylam, ya'ni bugun chizlar 2020-yil 10-oyning 23-kuni vatandoshim jiddiy ketayotgan saylam. Masalan, alayli qisqa xabarlar. Wall ko'chisi gazeti obzor e'lon qilib, Joe Biden oilasining Jungoning harbiy savdo sanoat tillari bilan til biriktirib, savdo qilgan tafsilotini e'lon qildi. Ben bu işlerine başka tor bekatlarda odamda bo'lsa, ben anlamagan bulardan biladigan Wall ko'chisi Amerikalikning dangdar gazetlaridan birisi. Şuna vatandaşlarga bu ne? Şu Wall ko'chisi ishlatgan ekan, shu sizlarga kelib keldi. Özünü qaçırıyotgan, tüven muqamda harakat qilayotgan kishi, yana peshqadam kishi Joe Biden epan. 10-oyning 23-kuni YouTube Wall ko'chisi gazeti. Angliya mundaq jakarladi. Jungo düşman davlat. 10-oyning 19-kuni jonli nazari guvohlik berguvchi mundaq ko'rsatdi. Hunter Biden yoki Joe Bidenning o'g'li Jungo Kompartiya savdo qilishning kaynida turgan kishi. O bugun munozara sahnasida paydo bo'lgan kishidir. Ya'ni shu kuni kechada 23-kunimi Prezident Trump bilan Prezident nomzodi Demokratlar partiyasi Joe Biden oxirgi munozara so'zlashishni o'tirg'ashirdi, ishga chiqadi. Bu yerda shu Joe Bidenni nazarda tutayotgan bo'lish kerak. Şu xabarlari munozirada Joe Biden chorasiz mag'lub bo'ldi. Ekranda Prezident Trumpni qo'llagan saylovchilar 74% o'rlidi. Joe Bidenni qo'llovchi saylovchilar 24% ga tushib qoldi. Bu 10-oyning 22-kuni YouTube. Şu xabarlari. Endi yana bir hazır biz baş leksiya sözüldük. Şu leksiyaga munosabatlik biz vatandaşlarga aytdik. Nim bo'ldi Jungo Kompartiyasi 19-kuni bir qatim yig'in ochdi. 23-kuni bir qatim yig'in ochdi. Mavzu nima? Amerika qarishtirib Chavshanga yordam berish. Urushining 70 yilligini xotirlash. Buningga 7 changvi yoki 7 doimiy hay'at qatnashdi. Qo'shimcha davlatning muavin raisi Wang Qishan qatnashdi. Jami 8 nafar nim bo'ldi. Jungolik hozir urushga safarbarlik qilyapti. Urushga tayyorlik qilyapti. Urush e'lon qilamdi yoki bizning nazarimizda o'zini daryoga atamdi. Chunki taraf-tarafdagi ziddiyatlar ichida qolgan bir davlat uchun aytganda apandilar chiqish yo'li topmoq yomon qiyinga to'xtaydi deyman. Yaman qiyinga to'xtaydi. Bundaq ahvolda tavakkalchilik qilmaydi degili bo'lmaydi. Hozirgi alfozdan qaraganda, demak, tavakkalchilik qilishga tayyorlik qilyapti Jungolik desangiz bo'ldi. Bu qatimli yig'inda yoki 23-kunidagi yig'inda Jungoning hozirgi navbatdagi rais Xi Jinping ayni chog'dagi Mao Zedongning mundaq bir abzas so'zini 4 qatim ishlatdi. 4 qatim. Anglab turing vatandosh. Amerikaga qarishtirib Chavshanga yordam berish urushining 70 yilligini xotirlash marosimida Xi Jinping Mao Zedongning ayni chog'da Amerikaga ogohlantirib so'zlagan so'zlarini 4 qatim ishlatdi. Bu urush orqali Jungo xalqi tajovuzchilarning askar to'plab davlatimiz chegarasiga yetib kelishini tarmar qildi. Mao Zedongning so'zi shu vaqtga. Shu orqali yangi Jungoni beshkida bo'g'ib tashlamoqchi bo'lganligini tarmar qildi. Jungo bir mush etib 100 mushning yetib kelishidan saqlandi. Ya'ni Jungo
Çavuşengi Koreyaga pidoyi qismlarni avatdi. Mush atdi, bir mush etib 100 mushning yetib kelishidan saqlandi. Jahangirlar Yangi Jungoga qurolliq kuch bilan tajovuz qilishga urinib ko'rishga patin olmaydigan bo'ldi. Yangi Jungo o'rnida ching dastlab turadigan bo'ldi. 1950-yil Koreya urushi boshlanganda shu vaqtga Jungoning raisi Mao Zedong qilgan gap ekan. Bugun biz Jungnanxayga shunday savol qo'yaylik. Nima? Sizlar birinchi urush tayyorlayapsizlar. Kim bilan urush qilasizlar? Sizlar bugun urush e'lon qilamsizlar. Kimga urush e'lon qilasizlar? Urushni qayerda boshlaysizlar? Jungnanxay. Hozir jahon urushni ko'tarmaydi. Hech kim siz bilan urush qilaman deyotgani yo'q. Lekin besim ishiltiyotdi. Siz birinchi bo'lib savdo masalasidagi savalliklarni hal qilasiz. Ikkinchi bo'lib fan texnika sohasidagi zo'ravonlikni, ya'ni butun dunyoni nazorat qilish sistemasining ishga kirib olish, elib kirish. Masalan, Uyg'uristonda nazorat sistemasi qurish. Mo'shalarni tugatishingizga besim ishiltiyotdi. Üçüncü bo'lib xalqaro jamiyat kishilik huquq bo'yicha sizga besim ishiltiyotdi. Hozir xalqaro jamiyat ochiq yo'lga keldi. Uyg'uristonda bu Xitoy hukumati irqiy qirg'inchilik, irq yo'qotish siyosati qo'llandimi yo'qmi deb hozir butun dunyo, g'arb dunyosi mushuning tikilish keldi. Belgilash vaqti keldi, yetib keldi. Endi Amerikada saylam, keskin saylam bo'ladi. Ciddi bo'lyapti, hozir boshlandi bilet tashlash deyli. Saylam raqobati keskin bo'ladi deyli. Bir qaraganda shuni tushuningki, hurmatli vatandosh, Amerika Qo'shma Shtatlarga prezident Trump yana bir qatim prezident bo'lib saylanadigan bo'lsa, biz o'tgan dedik, ham Amerikaga, ham butun dunyoga olam shumul o'zgarish elib keladi, hurmatli vatandoshlar. Mushu fursatda Uyg'uriston masalasimi, Tibet masalasimi, Tayvan meselesimi, Hong Kong meselesimi o'zining talab va iltijosi doirasida shunday hal qilinishi mumkin. Buning uchun o'ng yetinglar degan gap yo'q har bir Uyg'urga. Har bir Uyg'ur qo'lidan keladigan ishni qilib, o'zining ozodligi va o'zining mustaqil davlatini asli keltirish uchun har bir qadamni tug'ishliq besishi va har bir og'iz so'zni unumli qilishi va o'zaro tushunish hosil qilish fursati davriye Uyg'ur uchun yetib keldi. Endilikda shundaq bir paytda biz Amerika Qo'shma Shtatlari saylamning oxirgi natijasi sifatida prezident Trumpning yana bir qatim prezident bo'lib saylanishini taqozolik ichida kutamiz. Balki Allohdan prezident Trumpga nusrat tilaymiz, hurmatli vatandosh.